Andijon qora tovuq olaman deganlarga 4 oylik jo'jalar bor. Xudo xolasa narxlarini kelishtirib beramiz. Oladiganlar lichkaga yozaveradi. Kelishilgan holatda kelganda tovuqni ko'rib pulini gaplashib oladiganlar bo'lsa lichkaga yozaveringlar. 150 ta hozirchaga 150 ta tayyor tovuq bor 4 oylik. Sentyabrda oxiri o'zi tuxumda. Sentyabrda oxiriga tuxumga kiradigan tovuqlar 150 ta bor. Olaman deganlar kelib ko'rib pulini gaplashib olib ketishinlar mumkin. Mana hashak tovuqlar o'zimizniki jaydar tovuqlar. Xonak tovuqlar. O'zi 1 oyda tuxumga kiradi. Xudo xolasa 1 oyda sentyabrda oxiri tuxumga kiradi bular. 150 ta bor hozircha.